Hozir sizlarga bu insonlar nima iste'mol qilgani haqida qisqacha ma'lumot beraman. Alfa-PP ko'cha tili bilan aytganda skors, ya'ni eska deb ataladi. U 1960-yil germaniyalik farmatsevtlar tomonidan charchoq va depressiyaga qarshi dori sifatida sintez qilinib, hayvonlarda sinovdan o'tkazishni boshlagan. Hayvonlarda kuchli psixologik buzilishlar kuzatilib, o'zini soyasidan qo'rqib hayvonlar o'zlarini devorga urishni boshlagan. 1970-yilga kelib tadqiqotlar to'xtatilib, insonlar uchun yaroqsiz degan xulosa bergan. 2000-yillarga kelib noqonuniy laboratoriyalarda ishlab chiqarilib, insonlarni ozdiruvchi yoki stressga qarshi dori sifatida sotishni boshlagan. Alfa-PP iste'mol qilgan odamda qanaqa buzilishlar ketadi? Birinchi bo'lib, miyaning ruhiy va xayolni ajratuvchi qismi ishdan chiqadi. Ikkinchi, kuchli paranoya boshlanadi. Meni kimdir kuzatyapti yoki meni kimdir videoga olyapti, yoki kimdir meni qamatmoqchi yoki xotinim menga xiyonat qilyapti. Uchinchisi, bu gallyutsinatsiya. Odam yo'q narsani eshitadi, sezadi yoki yo'q narsani qidirishni boshlaydi. To'rtinchi, odamda juda kuchli jahldorlik paydo bo'ladi. Nimanidir sindirganda yoki kimnidir urganda yoki o'zini urganda o'zini nazorat qilolmaydigan darajaga keladi. Beshinchisi, tanadagi doimiy to'xtovsiz harakatlar, ya'ni oyoq, qo'l, jag', lablar, iyak qismi to'xtovsiz darajada qimirlab turishni boshlaydi. Inson bir joyda o'tira olmaydi, doim harakatda bo'ladi. Ya'ni eng xavflisi uyqu yo'qolishi. Inson 2 kundan 7 kungacha uxlamaydi. Juda tez ozib ketishni boshlaydi. Alfa-PP bu oddiy narkotik emas, bu inson miyasini o'ldiruvchi kimyoviy bomba. Har bir doza inson miyasidagi neyronlarni o'ldiradi, ya'ni miya hech qachon oldingidek ishlamasligi mumkin. Bu moddani iste'mol qilgan odam odatda 5-7 yildan ortiq yashamaydi. Bunaqa holatlarda, bunaqa narkotikdan tuzalish uchun faqat bitta yo'l bor: 6-9 oylik reabilitatsiya, boshqa yo'li yo'q.